Poytaxtimizda o'tkazilgan Kadastr agentligining Markaziy Osiyoda yer munosabatlari va yer siyosati tarix nigohida Temuriylar davridan shu kungacha mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiyasida yer munosabatlari va yer siyosatining tarixiy rivojlanishini chuqur o'rganish, zamonaviy yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarni muhokama qilish, shuningdek mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashga qaratildi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi davlat organlari vakillari, Oliy Majlis a'zolari, yetakchi ilmiy tadqiqot institutlari olimlari, xalqaro ekspertlar hamda Rossiya Federatsiyasi, Tojikiston va Qirg'iziston delegatsiyalaridan iborat xalqaro ekspertlar ishtirok etdi. Dastur doirasida yo'nalishga oid qator chiqishlar va muhokamalar davomida yangi kitob taqdimotining tashkil etilgani ko'pchilikning alohida diqqat markazida bo'ldi. Izlanishlar natijasi ushbu adabiyot ko'rinishida. Mazkur qisqa videorolik kitobda mujassamlashgan manbalar asosida tayyorlangan 100 dan bir ma'lumotdir. Agar yer aniq o'lchanmasa, uning taqsimoti ham soliqqa tortilishi ham adolatli bo'lmaydi. Natijada esa jamiyatda ishonchsizlik va norozilik paydo bo'ladi. Shu sababli yerni o'lchash ishlarida alohida ahamiyat kasb etgan va bu vazifa maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan mutaxassislar, musohiblar zimmasiga yuklatilgan. Musohiblar faqat o'lchovchi emas edi, balki ular yerni har tomonlama tahlil qiluvchi mutaxassislar ham hisoblangan. Eng muhim vosita o'zgarmagan. Bu inson vijdoni. Yerni o'lchash mumkin, taqsimlash mumkin, hujjatlashtirish mumkin, lekin yerni asrash faqat mas'uliyat bilan bo'lishi mumkin. Yer munosabatlari va yer siyosati Temuriylar davridan hozirgi kungacha nomli mazkur ilmiy nashr konferensiyaning umumiy mavzusini jamlagan desak mubolag'a bo'lmaydi. Zero unda Temuriylar davrida yer egaligi tizimi va uning tarixiy ahamiyati, Markaziy Osiyoda yer siyosatining evolyutsiyasi va zamonaviy kadastr tizimining rivojlanishigacha bo'lgan davr qamrab olingan. Biz ushbu kitobimizni birinchi bobida albatta mana shu Amir Temur vaqtidagi bajarilgan ishlar, yer o'lchash masalalari, yer taqsimlash masalalari, yerga bo'lgan munosabat, taqsimlangandan keyin qay darajada taqsimlangan, hammaga bir xilda 8 sotodan yoki bo'lmasa 4 sotodan berilganmi yoki bo'lmasa agar bu o'sha joydagi adolat nuqtai nazaridan kelib chiqib taqsimlanganmi? Mazkur risola hozirgi zamon kadastrining yanada rivojlanishida turtki bo'lib, kelajak uchun katta tajriba bayoni bo'lishi shubhasiz.